Baş u. Yalğız u. Ayaq u. Ulanma u. Endi siz u harfining so'zlardagi o'rni bilan tanishib chiqing. Daraxtda uva, uda qağa, ısıl oynayman quruq laylayga. Sunun akam dombaq o'rgatdi, dombaqni chalsam yerilib ketdi. Buğa, menga zingni ber. Bermayman. Etdim. Qechib ketdim. Mas'ud hoylida o'tin yaridi, ishi tegisa toyg'i baridi. Nega uni qo'ysak, nu bo'ladi. Ne, u, nu. Nu. Tega uni qo'ysak, tu bo'ladi. Te, u, tu. Tu. Sega uni qo'ysak, su bo'ladi. Se, u, su. Su. Zega uni qo'ysak, zu bo'ladi. Ze, u, zu. Zu. U, ne, un. Un. Te, u, tu, ze, tuz. Tuz. Turga nani qo'ysak, turna bo'ladi. Te, u, tu, re, tur. Ne, ana, turna. Oga tunni qo'ysak, o'tun bo'ladi. O, te, u, tu, ne, tun. O'tun, o'tun. Se, u, zu. Ne, u, nu, ne, nun. Zu, nun. Se, u, su. U, se, us. Us. Zunun, su, us. Dam olish kunida. Ay Tursunay, bu yoqqa chiqa. Usul mashq qilayli. Hozirgacha o'rningdan turmag'inni qarasin ya. Agar chiqmasang mashq qilaverman juma. Odam najabni teriktirdi. Deganda do'mboq chelib odamning beshini og'ritib nima qildigan bu? Qarab baqaychi. Hay, Mas'ud, sarang bo'ldingmi? Nimaga deganda to'xtamay do'mboq chalasan? Tunugin birga usul mashq qilamiz deyishgan emasmi? Unutib qoldingmi? Kechirgin, unutib qoptiman. Saqlab tur, hozirla chiqaman. Bir kecha o'tmayli unutib ketganing nimasi? Undaqda saqlab turay, chopsam bo'l. Tursunay, o'zdan bo'yiga berib, birdan o'ynab kelaylikmi? Qara ava tornulaga, nima degan ratlik kuchiyotgani? Bu yayliq nima degan go'zal. Mas'ud qarg'ina, ava bo'g'larning mingizi nima degan uzun, daraxt shig'iga o'xshaydi ekan. Yura, atroflarga berib qarab boqaylik. Ava kimning uyi? Umi, do'stim Zununning uyi. Hay, bu yerda tornam nima degan ko'p? Ay, bu bek yiroq ekan, erib ketdim. Qarg'ina Tursunay, Zunun u yerda suv sepdi. Yaxshimisan Zunun odosh? Sizlarmidinglar? Sizlar bu yerga qanday xo'p kelib qoldinglar? Sen bilan ko'rishgili, yura Zunun, birga o'ynab kelaylik. Yo'q, men opamga suv akirib bermasam bo'lmaydi.
Hey, qaranglar, o daraxtning ustiga. O nimaning o'zi? U yerdan bir qush uchib ketyapti. To'xtanglar, men daraxt ustiga chiqib qarab boqay. Bu ularning tuxumi ekan. Hey, Mas'ud, uningga chiqilma. Qushlarni asrash bizning burchimiz. Biz ularning normal ko'payishiga to'sqinlik qilsak bo'lmaydi. Tuxumni o'rniga qo'yib chopsan tushkin. Shundaq, o tuxumga chiqilma Mas'ud. Qushlarni bizga o'xshash erkin yashasin.